Koreys tilini o'rganyapsiz, lekin haligacha gapira olmayapsiz. Sababi bitta, siz grammatika o'rganyapsiz, lekin gapirishni emas. Hozir aytadigan 3 ta usulga amal qiladigan bo'lsangiz, gapirishingiz o'zidan o'zi chiqib ketadi. Uchinchisi, eng muhimi. Birinchisi, shadowing usuli. Eshiting va o'sha zahoti takrorlang. Misol uchun, dialogda "o'nili muhaysayo" deyilsa, siz ham "o'nili muhaysayo" deb sirazu takrorlang. Bu talaffuzingizni va o'zingizga nisbatan ishonchingizni oshiradi. Ikkinchisi, so'z emas, gap yodlang. Misol uchun, "chonin kopiril cho'hayo". Men kofeni yaxshi ko'raman. Endi shu yerda bitta so'zni almashtiring. "chonin yong'oril cho'hayo". "chonin O'zbekistonil cho'hayo". "chonin Hangugul cho'hayo" kabi so'zlarni almashtiring. Bitta gapdan yuzlab gap yasasangiz bo'ladi. Uchinchisi, har kuni telefoningiz kamerasini yoqib, o'zingizga o'zingiz "bugun nima qildim?" deb savol berib, mana shu savolga koreys tilida 30 sekund gapirishga harakat qilib ko'ring. Misol uchun, "o'nil muhaysayo". "오늘 아침에 일찍 일어났어요. 그리고 샤워를 했어요. 샤워하고 나서 밥을 먹었어요. 밥을 먹고 학교에 갔어요." kabi gaplarda 30 sekund o'zingizga o'zingiz tuzib ko'ring. Eng muhim sir, xato qilishdan qo'rqmang. Mukammallik yo'q. Hozirgi holatingiz qanday bo'lsa, shu holatingizdan boshlang. Maragi xatolar bilan o'sadi. Agar video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing va koreys tilini o'rganayotgan do'stingizga yuborib qo'ying.